oxirigacha qurib beramiz deb shartlarga va'da bergani uchun kelganmiz. Uyli joyli bo'laman deb 3 yil davomida ishlab, mana shu ahvolga tushganmiz. 25-yil avgust oyida vizurat yozganman, bir so'm olganim yo'q. 3 ta o'g'ildim, nimasini olib, bu qamoqda o'tiribdi u. Maishat qilib, lekin u pulni kim beradi? Davlat olsin-da bersin. Menga kerak emas uje uni. Bunaqa qilib uy olgandan keyin uje kerak emaslar. Ming 2022-yildan Samarqand shahri markazida yuzlab oilalar uchun yangi hayot va'da qilgan loyiha reklama qilindi. Zamonaviy ko'p qavatli uylar qurilishi aytildi. Arzon narxlar, qulay to'lovlar va jozibador reklama ko'plab odamlarning e'tiborini tortdi. Kimdir farzandi uchun, kimdir yangi oilasi uchun, yana kimdir xorijda mehnat qilib topgan puli evaziga shu yerdan kvartira olishga qaror qildi. Samarqand shahar tarixida bo'lmagan, men gapimga javob bera olaman. 20 mingdan 28 minggacha xohlagan kvadratingizni kelishtirib beraman, ulgurib qolamiz. Bu 100%lik to'lovimizga. Xudo xohlasa Samarqand shahar vokzal Kishmishkada sotuvni boshladik, rastrochkalarimiz. 12 millionlik narsamizni 8 milliondan qilib beraman. 8 milliondan 7 milliongacha bo'ladi. Samarqand aholisi uchun maza qilsin. Ulgurib qolinglar, ikkita lift bo'lyapti. 56 kvadratlikni 20 mingga berib yuboraman, xalq maza qilsin. 70 kvadratlik 24 mingga berib yuboraman. Agar 85 kvadratlik 3 xonani 4 xona qilaman desangiz, 28 mingga berib yuboraman. 2022-yilda tashkil etilgan Gold House IDDK mas'uliyati cheklangan jamiyati ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu loyihani faol targ'ib qilgan. Reklamalarda Samarqand markazida zamonaviy turar joy majmuasi qurilishi haqida so'z yuritilardi. Kvartiralar sotuvga chiqarilardi. Xaridorlarga qurilish olib borilayotgan hudud ham ko'rsatilardi. Reklama orqasidan men ham singillarimga uy olib beraman dedim. Ularda uy joyi yo'q. Shunga ular olamiz, uy deganga yordam berish uchun haqiqatan reklamalarga skvajinadan boshlab oxirigacha qurib beramiz deb shartlarga va'da bergani uchun kelganmiz. Firmaning nomi Gold House. Boshlig'i Tusiyev Kamron Ruslanov edilar. Kamron o'zlariga uchrashganmiz. Keyin uni qo'lida ishlagan blogerlar, Shahriyor, Mirziyolarga pullarni berganmiz. Pul oldi berdi, siz shartnoma bilan bo'lgan. Hamma shartnomalar bor, kvitansiyalar joy-joyida. Mana bu Tursiyev Kamron reklama qilgan, yana Yeva qiz urus bola bilan. U urus bola reklama qilib tarqatgan. Mana shu arzon kvartira bor deb, aksiya arzon narx deb hammaga tavsiya qilib, reklama qilib yuborgan. Keyin bizlar keldik, shu Tursiyev Kamron bilan, o'sha Yeva bilan pulni berdik. Lekin men dehqon bo'lsam, mol mulklarimni sotib, bir iloj qilib qarz bo'lib, shularga pulni olib berdim. Bu yillar 22-yil edi. 24-yil dekabr oyiga Shahriyor Davronov degan bola shu yerga ishlardi. Blogermi endi u bilmayman nima edi. O'shani reklamasi bilan men kelgan bu yerga. Birinchi to'lovim $11,000 o'shani qo'liga men to'laganman. Shartnomaga asosan. Shartnomaga asosan. Keyin oyma-oy o'g'lim 2 yil 6 milliondan to'lab, uje bizlar to'lab uje qoplagan. To'liq. 240 million, biz 45 million to'lagan bizlar. Mana shu uyda olib, shu uyli joyli bo'laman deb 3 yil davomida ishlab, mana shu ahvolga tushganmiz. Bor pulimni berganman. Hozir qayerda turibsiz? Hozir ukamning 3 xonali kvartirasi bor, o'sha yerda turibmiz. Bizda ikkita kelin 3 xonali kvartiraga turibmiz. Boshqa boradigan joyim yo'q. Murojaatchilarga ko'ra, shu yerning o'zida kompaniyaning sotuv ofislari faoliyat yuritgan. Xaridorlar shu yerda qabul qilingan, shartnomalar rasmiylashtirilgan va to'lovlar olingan. Ko'pchilik uchun bu jarayon loyihaning qonuniyligiga shubha qoldirmagan. Bizlar kelgan paytimiz 2022-yil kelganimizda bu ofis emas, u yerda u tomonda ofisi bor edi. O'sha ofisda kelganimizda bizlarga bu loyihani faqat nima deydi,
albom sifatida, qog'oz sifatida, chizma sifatida ko'rsatilgan. Bu chizmada mana bu yerdagi bo'ladigan uylarni ko'rsatilgan chizmada. Bizlarga aytganki 2025-yil 31-dekabrda uy tayyor bo'ladi, beriladi, va'da qilingan, lekin u narsadan va'dadan yo'q. Bizlar pulni vazorat sifatida yozgan edik, lekin qaytarib ham bermadim. Qachon yozdingiz pulni qaytarib? Vazoratni 2025-yil sentyabr oyida yozganman 10-sida. Lekin undan keyingi bo'ladigan voqealar uje firibgarlik bo'lib turgan holatda bizga pul qaytarib berilmadi. Men ham o'qituvchiman, misqollab yiqqan pullarim, bitta qizimga uy olib beraman deb, shahar markazi endi yaxshi joy deb reklamaga uchib, bizlar ham shuni qilganmizda, xomsut emgan banda. Ha, hujjatlarni ko'rdik, hammasi joyida edi. Men 25-yil yanvar oyida to'lov qilganman. Shu yerda uy qurilyapti, kvadratlari arzon, bunaqa narxda O'zbekistonda yo'q deb sensatsiya qilgani uchun kelganmiz. Bizlar pul berishga keldik, bunaqa dang'illama ofisni ko'rib haqqoniy deb o'yladik-da. Nima prezidentning rasmlari, bayroqlar osilib turibdi. Nima endi ishondik-da. Shunaqa nima deb, haqqoniy deb. Uchta o'g'lim borda, men ham shu nima qilayin, uyli joyli qilayin degan maqsadda shu arzoniga uchib, unchalik arzon emas edi 6 million ham. Shunday deb kelgan edik. Avgust oyida 25-yil avgust oyida vizurat yozganman, bir so'm olganim yo'q. Oradan oylar, yillar o'tadi, biroq qurilish kutilgan sur'atda ketmaydi. Aniqrog'i, u yerda hech qanday qurilish boshlanmaydi. Bezovta bo'lgan odamlar mas'ul tashkilotlarga murojaat qiladi. Buni qarangki, Samarqand shahrining o'sha hududida Ibn Xaldun va Al-Xorazmiy ko'chalari kesishmasida ko'p qavatli uylar quriladi deb sotilayotgan uylar haqida mas'ullar xabardor emasdi. Natijada 2025-yilning oktyabriga kelib, Samarqand viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasi o'sha hududda hech qanday ko'p qavatli uy qurilishi ko'zda tutilmagani, firibgarlarga aldanib qolmaslik kerakligi mazmunida lavha tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadi. O'zbekiston tarixida hali hech kim bunaqa narxda qilmagan. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali shaharsozlik hujjatlari rasmiylashtirilmagan turar joy binolaridagi xonadonlar reklama qilinayotgani kuzatilmoqda. Ana shunday qurilishlardan biri Samarqand shahrining Ibn Xaldun va Al-Xorazmiy ko'chalari kesishmasida qurilayotgan ushbu obyektdir. Ushbu obyekt ijtimoiy tarmoqlarda xonadonlar arzon narxlarda sotiladi. O'zbekiston tarixida bo'lmagan narxlarda kabi noo'rin va'dalar asosida e'lon qilinmoqda. Ushbu obyekt qurilishi bo'yicha ko'p xonadonli turar joy binosi qurilishi uchun tegishli ruxsatnoma yo'q. Loyiha hujjatlari va tasdiqlangan arxitektura chizmalari mavjud emas. Elektron pasport ishlab chiqilmagan va eng muhimi, obyektda qurilish-montaj ishlari ustidan davlat nazorati o'rnatilmagan. Vaholanki, obyekt sifati va qonuniyligi bo'yicha davlat kafolati mavjud emas. Videoda ko'rsatilgan joyni reklama qilgan fuqaro bilan suhbat davomida u mazkur reklamada aynan o'sha joyni emas, boshqa hududda boshlanishi rejalashtirilgan qurilishni nazarda tutganini ma'lum qildi. Men buni ko'rsatganim ham yo'q aka. Videolarni kimga ko'rsatgan bilmayman-ku. Video. Qaysi? Ha, u payt endi. Quruq joyni ko'rsatmayapmiz. Mana hozir kameradan ko'rsatishibman. Hozir ustalar obyektga chiqishdi. Ana hozir betonlarimiz bo'ldi, hozir stakanchiklarni bo'ladi. Xudo xolasa, uje ikkinchi qavatga chiqish arafasida turibmiz. Bu holat juda ko'p narsani oydinlashtirib qo'ygandi. Chunki yuzlab odamlar aynan shu joydan kvartira olaman deb to'lov qilib bo'lgandi. Davlat organi esa bu hududda ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilmaganini ma'lum qilmoqda. Shundan keyin masalaga qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat inspeksiyasi ham aralashadi. Tekshiruv natijalariga ko'ra ushbu yer uchastkasida qurilish ishlari tegishli ruxsat etuvchi hujjatlarsiz amalga oshirilgan. Inspeksiya yana bir muhim holatni qayd etadi. Bu yerda qurilish ishlarini endi boshqa yuridik shaxs 2024-yilda tashkil qilingan Yuxel Group Sam mas'uliyati cheklangan jamiyati amalga oshirayotgani ko'rsatiladi. Qurilish inspeksiyasining kun.uzga ma'lum qilishicha, ruxsatsiz ishlar uchun kompaniya rahbariga nisbatan ma'muriy chora qo'llanilgan. Bu yerda yana bir qiziq holat aniqlanadi. Murojaatchilar Gold House bilan shartnoma tuzishgandi. Reklamalar ham aynan o'sha kompaniya nomidan tarqatilgan.
Inspeksiya hujjatlarida esa boshqa kompaniya Yuxil Group Sam qayd etilgan. Sodda qilib aytganda, bir qurilish korxonasi, ya'ni Gold House mas'uliyati cheklangan jamiyati o'ziga tegishli bo'lmagan joydagi qurilish ishlarini ko'rsatib, ochiqchasiga reklama qilgan va odamlarga uy sotgan. Vaholanki, u yerda ko'p qavatli uy qurishga Yuxil Group Samning ham vakolati bo'lmagan. Hozir ham mavjud emas. Kun.uz yana bir holatga e'tibor qaratdi. Davlat reyestri ma'lumotlarida ikki kompaniyaning ta'sischilari va rahbarlari turlicha ko'rsatilgan. Biroq biz tasvirga olgan kadrlarda ular bitta ofisda faoliyat yuritganini ko'rish mumkin. Bu korxonalarning o'zaro bog'liq yoki bog'liq emasligi haqidagi ma'lumotlarni aniqlash va huquqiy baho berish tergov davomida ma'lum bo'ladi. Bu holatga Samarqand shahar hokimligi ham munosabat bildirdi. Hokimlikka ko'ra, mazkur qurilish shahar hokimligi bilan kelishilmagan. Belgilangan tartibda zarur ruxsat etuvchi va loyiha hujjatlari rasmiylashtirilmagan. Shuningdek, munosabatda fuqarolarga kvartira sotish maqsadida pul olingani qayd etilgan. Kvartira masalasi hal bo'lmay qolganidan keyin ko'plab oilalar og'ir ruhiy va moliyaviy ahvolga tushib qolganini aytmoqda. Shunday e'lon bo'lgani uchun telefonda ko'rib bizlarni jo'natdi qizim. Ina deshada dedi, uy sotilyapti ekan, nima ekan dedi. Biz keldik uni gapi bilan. Keldik Shahriyarga kiruvdik. Shahriyar aytdi-ku, hozirda aksiya ketyapti xolajon dedi. Siz dedi, buni to'liq olib keling dedi. Siz aksiyada yuta olasiz dedi. Meni qizim hammadan qarz havola qilib oldi. Da endi yolg'on gapirmayli, to'shakda yotdi qizimda. O'rta joyda qizim stressga tushib, 2 oy remasini deyapti havasida. Yaqa olib chopdim. Havasi ham qolmay, respublika obrisini bir oylab 2 oylab yotdi banzada. Rossa endi yo'q. Nima bo'ldi? Qanaqa kasal bo'ldi? Kuchli stressdan ana shu holga tushdi. Ana zont bilan kun ko'rdi. Hozirgacha mana to'shakda yotibdi, birinchi guruh nogironani. Xo'jayinim xudo rahmatlik shularni deb birdaniga o'tirgan joyiga yurak xurujiga o'tib qoldi. Shularni deb soppa sog'lom odam edi u. Qachon bunday bo'ldi? Hozir aytaman, 4-martga shunaqa bo'ldi. Mana shu 26-yil. Shu 26-yil. Uni olib ichkariga tiqgandan keyin уже переживать qildi-da erkakini. Pulimga kuyib qoldim deb o'ylaganda. Kuydi, o'g'lim ko'chaga qoldi dedi. Shuncha pul qolib ketdi-da oxir, ha? Kim bir so'mini hozir nima qiladi? Bizlarga hech nima kerak emas. Menga endi gapni to'g'risi pulimizni qaytarib bersin. Endi uydan o'zi umidingizni uzdingiz. O'zi menga kerak emas уже uni. Bunaqa qilib uy olgandan keyin kerak emaslar. O'sha 3 ta o'g'ilni nimasini olib qamoqda o'tiribdi u. Maishat qilib. Lekin u pulni kim beradi? Ota-ona kimda narsasi bilan hammasini davlat olsinlar, bersin. Hech qanday nima emas. U halol pulni bunaqa qilib olib yeb o'tirgani noto'g'ri. Masalan, shu hodisani deb yaqinda otam ham olamdan o'tganlar. Nima uchun? Mana shu hodisa deb mana shuni eshitib, bankrot bo'lgandan keyin yuraklari bardosh bermagan edi. Mana shu bankrot bo'lganini eshitib firmani. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Jinoyat ishi doirasida aybdor shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Endi bu ishga huquqiy bahoni tergov va sud beradi. Ammo bir haqiqatni hozirning o'zidayoq ko'rish mumkin. Ko'chmas mulk bozorida jozibador reklama, chiroyli maket yoki rasmiy ko'ringan ofisning o'zi yetarli kafolat emas. Yer uchastkasiga bo'lgan huquq, tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlari va qurilishga ruxsat mavjudligini tekshirmasdan turib qabul qilingan qaror ba'zan insonlarning yillar davomida yiqqan mablag'i, orzusi va ishonchini xavf ostida qoldirishi mumkin. Kun.uz mazkur holat va sud jarayonlarini kuzatishda davom etadi. Ushbu surishtiruvimiz kengroq tarqalishi va ko'proq odamlarga yetib borishi uchun izohlarda o'z fikringizni qoldirib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Kun.uzni kuzatishda davom eting.